Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bu jo'jamiz uxoyl zotiga mansub bo'lgan pati oq, o'sha go'shtlari qora, ko'k tuxum tug'iydigan parodamizdan hisoblanadi. Ular jinday yomonroq hisoblanadi. Masalan, endi bitta qo'lda qiyin bo'lyapti. Mana go'shtlari ham, badani ham qora. Go'shi ham qora chiqadi. Masalan, bu uxoyl zotini ajratishda asosan buni tiliga e'tibor beriladi. Mana tilini ham ko'radigan bo'lsangiz, tili ham qora. O'zi ham qora, ko'zlari ham qora. Hamma joylari qora bo'ladi. Faqat bu jo'jamizni pati oq uxoylimizdan hisoblanadi. Bu endi ko'k tuxumdan chiqqan. Buni onasi pati oq bo'lgan. Xo'razimiz qora patli uxoyl bo'lgan. Lekin bu jo'jamiz ham oq patli uxoyl bo'lib chiqdi. Bundan yana bitta ikkita bor.